boshqalarning hayoti bilan solishtirma. Shunchaki ertangi hayoting kechagidan yaxshiroq bo'lishiga intil. Hech qanday afsus o'tmishni o'zgartira olmaydi va hech qanday xavotir kelajakni o'zgartira olmaydi. Bajarishga ko'zing yetmayotgan va'dani berma. Shunda o'zingni ham, qarshingdagi insonni ham qiynamaysan. Zaiflik bildirmagan holda muloyim bo'l. Dag'allik bildirmagan holda kuchli bo'l. Tanqidlarga so'z bilan emas, natija bilan javob qaytar. Ayolni boshingga chiqarsang, uni senga past nazar bilan qarashdan boshqa chorasi qolmaydi. Bu dunyoda ikki insonning o'rtasida turishdan-da murakkabroq vazifa yo'q. Erishmoqchi bo'lgan yutuqlaring haqida emas, erishgan yutuqlaring haqida gapir. Hech qaysi insonga bog'lanib qolma. Insonlar o'zgaradi va bir kun kelib eng yaqin do'sting ham begonaga aylanishi mumkin. Muhim ishlarda hissiyotlarga tayanib qaror qabul qilma. Shuni unutmaginki, mag'lubiyatlar g'alabalardan ko'ra yaxshiroq saboq beradi. Tabassum qil. Bu shunchaki yomon kun, yomon hayot emas. Bir yildan keyin orzularing uchun harakatni bugun boshlaganing uchun o'zingdan minnatdor bo'lasan. Oylik daromadingning kamida 30%ni kelajaging uchun saqlab qo'y. Bu senga aniq kerak bo'ladi. Keyinchalik yolg'onga olib keluvchi hech qanday ishga aralashma. Yorug'lik tezligi ovoz tezligidan balandroq. Shu sabab ba'zilar gapirishni boshlaguniga qadar porloq shaxslardek ko'rinadilar. Ko'p o'ylama. Senda puxta reja bo'lishi kerak, ammo ortiqcha mulohazalar seni chalkashtiradi va qo'rquvga sabab bo'ladi. Har kuni o'zingga aytadigan eng katta yolg'on bu: hali vaqt bor. Shunday payt keladiki, har bir bola uni hech kim hayot tashvishlaridan qutqarmasligini tushunib yetadi va aynan shu paytda erkakka aylanadi. Lekin ba'zi bolalar bungacha yetib kelmaydilar va bir umr bola bo'lib qoladilar. Charchaganda taslim bo'lishni emas, dam olishni o'rgan. Insonning haqiqiy yuzi unga foydasi tegmaydigan odamlarga bo'lgan munosabatida namoyon bo'ladi. Qalbingga azob bergan narsani unut, ammo bu senga nimani o'rgatganini unutma. Qanday vaziyat, vaqt va makonda bo'lishingdan qat'iy nazar, qanday bo'lsang, shundayligincha qol. Sening nasibang birovga o'tib ketmaydi va birovning haqqi senga foyda keltirmaydi. Pulga to'ymaydigan ayoldan va ayolga to'ymaydigan erkakdan ehtiyot bo'l. Agar kimnidir sog'ingan bo'lsang, uni hayotingga qaytarishga shoshilma. Sog'inch bu seni parchalovchi va kuchliroq qilib qayta tiklovchi jarayondir. Yaxshi do'st ortingda yaxshi gapiradi, yuzingga esa rostini aytadi. G'iybat bo'layotgan davralarda o'tirma. Turganingdan so'ng keyingi mavzu sen bo'lasan. Odamlar ko'pincha senga o'zining ehtiyojlari va ochko'zligi darajasiga qarab munosabat ko'rsatishadi. O'tmishing haqida hech kimga gapirma. Boshingdan o'tganlarning asl mohiyati va sabablarini sendan boshqa hech kim tushuna olmaydi. Hattoki bu ma'lumotlarni senga qarshi ishlatuvchilar ham topiladi.
Yig'laging kelsa, yig'la. Bu dardni ichingga yutishdan ko'ra yaxshiroq. Bu dunyoda hech narsa qilishingga arzimaydi. Vaziyat qanchalik qiyin va chalkash tuyulmasin, uning mantiqiy yechimi har doim topiladi. Qiyin ish bu o'z vaqtida bajarilmagan oson ishlarning yig'indisidir. Samimiylik va vafo arzon odamlardan kutish kerak bo'lmagan qimmat sovg'alardir. Senga berilmagan savolga javob qaytarma. Sendan yordam so'ramaganlarga yordam berishga shoshilma. Biz yo o'zimizni zaif qilamiz yoki o'zimizni kuchli qilamiz. Ish hajmi bir xil. To'g'ri qarorlar tajribaning natijasi, tajriba esa noto'g'ri qarorlarning natijasi. Band bo'l. Bu dunyodagi eng arzon dori va eng samaralilardan biri. Baxt muammolarning yo'qligidan emas, balki muammolarni hal qila olish matonatidan paydo bo'ladi. Ahmoqlar bilan bahslashma. Ular seni o'z darajasiga tushirib, so'ngra bahsda g'olib bo'lganlarni e'lon qiladilar. Bir eshik yopilganida darhol ikkinchi eshik ochiladi. Ammo biz yopilgan eshikdan nigoh uzolmay, ochilgan eshikni payqamaymiz. O'z tanangga g'amxo'rlik qilishni unutma. U sen bilan bir umr qoladi.